Tushda bog'ich ko'rishning ta'birlari. Tushda bog'ich ko'rish turli xil ta'birlarga ega bo'lishi mumkin. Bog'ich odatda nimanidir ushlab turish yoki bog'lash sifatida ko'rinadi. Shuning uchun bu tushdagi ramzlar ko'plab hollarda o'zgarishi mumkin. To'liq yoki qat'iy bog'ich. Agar tushda bog'ichni qattiq bog'lab tursangiz, bu sizning hayotingizda biror narsani aniqlash yoki o'zgartirish zarurligini anglatadi. Uzoq muddatli maqsadga erishish, intilish va o'zingizni qat'iy belgilagan yo'lda ko'rish. Tushda bog'ichni bo'sh ko'rish yoki ularni o'zaro bog'lanmaganligini ko'rish odamlar yoki vaziyatlar bilan bo'lgan aloqa zaiflashayotganini yoki hayotingizda o'zaro bog'lanishlar yo'qolganini anglatishi mumkin. Agar tushda bog'ichni yechsangiz, bu hayotingizda ba'zi noaniqliklar yoki bosimlarni yengish, ozod bo'lish istagini bildirishi mumkin. Tushda yangi bog'ich bog'lash, yangi boshlanishlar, o'zgarishlar yoki yangi vaziyatlarga moslashishni anglatishi mumkin. Tushda bog'ichni ko'rish umumiy ma'noda hayotingizni tartibga solishga, bog'lanishlarga yoki o'zingizni taqdim etishga bo'lgan ehtiyojini bildirishi mumkin. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.